Assalomu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatika darsligimizning 9-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda mu'rab ismning ichidagi marfuatning turiga kirgan, ya'ni marfuat ismlardan, tashviq qiladigan ismlardan fa'il va naib fa'ilni so'zlagan. Endi biz fa'ilni tashviq qiladigan ism deb so'zladik va naib fa'ilni-chi tashviq qiladigan ismning qatoridan so'zladik. Endi bu nima uchun fa'il tashviq qiladi degan bu illatga, bu sababga asli kirmasligimiz kerak. Ammo tuanda mubtada xabarni tushuntirish uchun bu ozroq ehtiyojli bo'lg'achqa biz ozroq so'zlab o'tib ketamiz. Fa'ilning tashviq qilish sababini, ya'ni omilini grammatikushnos olimlar fi'il deb qaraydi. Ya'ni fi'il kelganligi uchun u fa'il bo'ldi, shuning uchun nima qildi? Tashviq qildi deb qaraydi. Ya'ni fa'ilning tashviq qilishining sababi omili fi'il. Endi biz bugun mubtada xabarni o'rganmoqchi. Ya'ni mubtada xabarmi tashviq qiladigan marfuat ismlarning qatoridan. Fa'ilning tashviq qilish sababi, ya'ni omili fi'il ekan. Unda bo'lsa bu mubtada xabarningki tashviq qilishining sababi nima desa, buningda hech qanday bir labziviy fi'ilga o'xshash yoziladigan labziviy, ko'gilib bo'lgan labziviy omil yo'q. Buningki tashviq qilishiningki omili, sababi ma'naviy deb qaraymiz. Ma'na jihatda bu mubtada degan ibtido, boshlash ma'nosida bo'lg'achqa, bu tashviq qilishga tegishlik deb tashviq qiladigan qatoridan sanaymiz. Asli bu turga kirmasak ham bo'ladi. Ya'ni bu illat sohasiga kirmasak ham bo'ladi. Arablar fa'ilni tashviq qilgan, shuning uchun tashviq qilamiz. Mubtada xabarni tashviq qiladigan ismlarning qatoridan sanagan, shuning uchun tashviq qilamiz deb tushunsangiz bo'ladi. Ammo hozirroq ba'zi grammatika kitoblarda so'zlangan bo'lg'achqa, men buni sizlarga qisqacha eskartib o'tdim. Al-mubtada wal xabar isman mujarradan anil awamil al-lafziyya. Mubtada bilan xabar lafziviy omillardan xoli ism. Ya'ni buningki tashviq qilishining sababida hech qanday bir labziviy omil yo'q. Buningki tashviq qilishining sababi ma'naviy jihatda. Ya'ni ibtido boshlash bo'lg'achqa deb tushunsangiz bo'ladi. Demak, mubtada xabar marfuat tashviq qiladigan ismlarning qatoridan. Unda bo'lsa, mubtada degan nima? Biz qanday qismlarni mubtada deymiz deganda, endi mubtada deganimiz bir jumlaningki asosiy qismi, asosiy bölüki yoki jumlaningki xabar beriladigan qismi. Masalan, ana talibun desam, men o'quvchi desam, bu jumlaning egisi kim o? Men bu jumlada kim to'g'ri so'z qilmoqchi? Men to'g'risida. Ya'ni meningki o'quvchi ekanligim to'g'risida xabar bermoqchi. Ya'ni jumladagi muxbarana anhu, ya'ni uningdan xabar beradigan so'z. Ya'ni jumlaning egisini biz nima deymiz? Mubtada deymiz. Endi buningki o'lchamli tunishtirilishi mubtada deganimiz huval ismullazi natahaddathu anhu. Ya'ni mubtada deganimiz u natahaddathu anhu. Biz u to'g'risida so'zlaydigan ism. Jumladagi biz u to'g'risida qanday qiladigan so'zlaydigan ism. Masalan, Muhammadun talibun. Muhammad o'quvchi desam, men bu jumlada kim to'g'ri so'zlamoqchi? Muhammad to'g'risida. Ya'ni Muhammadningki o'quvchi ekanligi to'g'ri so'zlamoqchi. Unda bo'lsa, biz u to'g'ri so'zlamoqchi bo'lgan ism Muhammad bo'ldi. Shuni biz Muhammadni deymiz, mubtada deymiz. Bu mubtadaninki yana bir atasak, musnadun ilayh deb atasak bo'ladi. Ya'ni uningga yuylanguchi. Chunki xabar uning qanday qilinadi? Yuylanadi. Masalan, Muhammad o'quvchi desak, o'quvchi deb iborat bu xabar kimga yuylandi? Muhammadga yuylandi. Va muxbarun anhu, ya'ni uningdan xabar berilguchi deb atsaqmoqchi bo'ladi. Chunki biz Muhammadun talibun degan jumlada talib degan so'z orqali kimdan xabar bermoqchi? Muhammaddan xabar bermoqchi. Ya'ni mubtadani musnadun ilay muxbarun anhu deb atsaqmoqchi bo'ladi. Masalan, al-qamaru jamilun. Oy chiroyli. Haliqi oy chiroyli. Endi bu oy chiroyli degan bu jumla qarasak, biz oyning chiroyliligi haqida qanday qildik? Xabar berdik. Ya'ni kim to'g'risida xabar berdik? Nima to'g'risida xabar berdik? Oy to'g'risida xabar berdik. Chiroyli ekanligi. Ya'ni kimga yo'linadi va chiroyli degan gap qamarga yo'linadi. Endi mubtada iniq ism bo'lamdi yoki iniqsiz ism bo'lamdi deganda yakunu ma'rifa asli. Mubtada aslan, ya'ni asli jihatda, asli qoida ma'rifa bo'lishi kerak. Mubtada nima bo'ladi? Ma'rif bo'ladi. Ya'ni bir jumla ikki so'zdan tarkib topgan bo'lsa, bu jumladagi bir so'z ma'rifa, bir so'z nakira bo'lib qolsa, biz shaksiz ma'rif ismni mubtada deb hukm bersak bo'ladi. Masalan, al-qamaru jamilunda al-qamaru ma'rif iniq ekan. Ya'ni iniq ism degan qanday ismda? Alif lamli qism. Alif lamli qism ekan. Jamilinchu iniqsiz ekan. Unda bo'lsa biz garchi biz buning ma'nosini
Agar bilmagan taqdirdimi al-qamarni mubtada deymiz. Chunki bu nima? Ma'rifa. Asli qoida mubtadada ma'rifa bo'lish. Endi al-qamaru jamilun degan bu jumlada biz mubtadani al-qamar dedik. Mushuni qaragan chaqda mubtada cho'qim jumlaning beshida kelamdi deganda mubtada yakunu mutaqaddiman alal xabari aslan. Ya'ni asli jihatda mubtadaga nima bo'ladi? Ilgari bo'ladi. Asli deshning sababi asli qoida shunday kelishi kerak. Va yajuzu aksuhu. Ya'ni aksi kasimi uchun bo'ladi. Ya'ni xabar beshlik qasimi uchun bo'ladi. Masalan, anta mudarrisun. Siz o'qituvchi yoki buningda anta nima bo'ldi? Mubtada bo'ldi. Siz o'qituvchi deb biz uni o'qituvchi to'g'ri so'zladik. Ya'ni jumlaning egasi anta. Bu yerda jumlaning beshida keldi. Bu asli holat. Endi bu antani keyin keltirsak cho'tsa bo'laveradi. Masalan, amudarrisun anta deganga o'xshash. Bu yerda anta keyin keldi mubtada turib. Asli holatda ilgari kelish kerak. Endi mubtada damir bo'lamdi yoki uch qism bo'lamdi deganda mubtada cho'qimni bo'ladi. Uchuq zamiri bo'ladi, uchuq ism bo'ladi. Uchuq ismning ichiga mustaqil damirlarni kirib ketadi. Masalan, huwa ana degan mubtada bo'ladi. Isman sarih bo'ladi. Bu damirmi ismi sarihning qatoriga kirib ketadi. Uchuq ism bo'ladi. Birinchidan uchuq ism bo'ladi. Masalan, Muhammadun talibun, huwa talibun, ana talibun. Bu yerdagi ana huwa mu damir, shundaqla ism. Yakunu isman doiran. Nima bo'ladi? Oshkora ism bo'ladi. Vacho masdar muavval bo'ladi. Ta'vil qilingan masdar uchun bo'ladi. Ta'vil qilingan masdar degan qanday masdar deganda, masdarning harfi bilan mudoriyat harfini birga ekib turib masdar yasaymiz. Ya'ni bu masdar muavval deb ataladi. Masalan, Xolidun shuja'un. Xolid Batur. Qaysar degan bu jumlada Xolid mubtada bo'ldi. Demak, Xolid degan uch qism. Endi va antasumu khayrul lakum. Ro'za tutishinglar sizlar uchun yaxshi degan bu oyatga qarasak, ro'za tutishinglar asli tasumu, ro'za tutisizlar degan bo'ladi. Endi biz endan iborat fe'lni masdarga o'zgartiradigan harfni ekeldik. Antasumu bo'lsa bu vaqtda fe'l masdarga o'zgarib ketadi. Nima bo'ladi? Ro'za tutishinglar. Demak, bu yerda bir vaqt hukmi chiqib ketdi. Bu masdar muavvalga o'zgardi. Demak, bu yerda va antasumudagi antasumun bo'ldi, mubtada bo'ldi. Xayruncho xabar bo'ldi. Va antasum xayrul lakum. Endi mubtadani jumladan ba'zi vaqtda bilingan vaqtida, ya'ni so'zlamasakmi, bilinsa tashlasak bo'ladi. Masalan, yajuzu hazful mubtada idza ulima dedi. Mubtadani tashlasak bo'ladi agar bilinsa. Taqulu lis-sa'ila an ismik. Ismingizdan so'g'uchiga deysiz. Masalan, masmuka desa, ismingiz nima desa, ismi Zaydun, ismim Zayd deb yumay, Zayd deb javob bersak-chi bo'ladi. Zayd degandan bo'ladi xabar. Men uning ismimningki Zaydligini xabar berdim. Buning mubtadasi shu ismi. Bu ismi degan mubtadani bu yerdan tashlab o'tdik, xabarni ham akaldik. Demak, bu yerda tashlab o'tsakmi, bilinganlik uchun mubtadani qanday qildik? Tashlab o'tdik. Mana bu mubtadaning tunishtirilishi va uning aloqador bo'lgan bir qism qoidalar. Endi bir jumla mubtada xabarini tarkib topadi. Qanday jumla mubtada xabarini tarkib topadi deganda, ismliq jumla. Ismliq jumla degan qanday jumla? 5 ism bilan boshlangan jumla. Har qanday bir ismning 5 ism bilan boshlangan, buning da chuqumdan bo'ladi, mubtada xabar bo'ladi. Endi biz mubtadani bildik, xabarni shu desa, xabar degan nima? Buni o'zidan chiqib turadi, shu jumlaningki xabar qismi. Ya'ni mazmunni to'liqlaydigan, xabar beradigan qismi. Buni o'lchamlik tunishtirilishi va huwa ma tatimmu bihil foida. Ya'ni jumladagi foyda, ya'ni foydali bir ma'no uning bilan to'liqiladigan so'z. Ya'ni xabarni akamisak, mubtadani akib qo'ysak, jumla bir foydali jumla bo'lmaydi. Masalan, buni musnadun bih deb ataladi. Bu oyatda biz mubtadani degan musnadun ilayh deb atagan. Ya'ni xabar uning yo'linidi deb. Nima yo'linidi? Nim bilan yo'linidi desa, xabar bilan yo'linidi. Ya'ni xabar yo'linidi. Shunga biz xabarni musnadun bih uning bilan yo'linadigan narsa deb atsak bo'ladi. Va muxbarun bih uning bilan xabar beradigan deb atsakmi bo'ladi. Masalan, Muhammadun talibunda Muhammadun talibun degan so'z bilan Muhammaddan xabar berdik. Shuning uchun biz mubtadani muxbarun anhu dedik. Talibun degan so'z bilan xabar berganligimiz uchun muxbarun bihi uning bilan xabar berilgan so'z deb xabarni atsak bo'ladi. Masalan, Zaydun talibun degan jumlada talibun xabar bo'ldi. Nima uchun?
Chunki Zayd desak bu yerda bir jumlada foydali ma'no chiqamdi, chiqmaydi. Talibun o'quvchi degandan keyin ham buningdagi foyda, ya'ni foydali mazmun to'liqlanadi. Endi mubtadoning asli holatini biz ma'rifa bo'ladi dedik. Xabarchi, xabar qanday bo'ladi deganda aslul xabar ayyakuna nakira. Xabarning asli nakira bo'lish kerak. Xabar aslidan bo'lish kerak, nakira bo'lish kerak. Va mubtadodan ilgari kelish kerakmi, keyin kelish kerakmi desa, va ayyataakhkhara anil mubtada. Mubtadodan keyin kelish kerak. Jumlada asli holat mubtada beshada ma'rifa holatda, xabar mubtadodan keyin nakira holatda kelish kerak. Masalan, Zaydun qoimun deganga o'xshash. Zayd yurib turg'uchi. Bu jumlada Zayd degan xossim, xossimning bo'ladi, ma'rifa bo'ladi. Qoimuncho yurib turg'uchi degan bu xabar nakira bo'ldi. Zayd ma'rifa bo'lib beshida keldi, qoimun nakira bo'lib keyin keldi deymiz. Endi bir mubtadoga bir qancha xabar kelsa bo'lamdi deganda, bir mubtadoga bir qancha xabar kelsa bo'ladi. Ya'ni bir mubtadodan bir qancha ishlarni xabar bersak bo'ladi. Masalan, yajuzu lil mubtada'il wahid akhbarun kathira. Bir mubtadoga nurun xabarlarning kelishi to'g'ri. Masalan, Zaydun alimun fadilun aqilun. Zayd olim, fazilatlik, aqilli. Mana bu jumlada Zayd degan bir mubtadodan uning olim ekanligini, fazilatli ekanligini, aqilli ekanligidan iborat bir qancha so'zlar bilan bir qancha uchlarni xabar berdi. Demak, ko'p xabarlarni akasak-chu bo'ladi. Endi mubtada yolg'iz ism bo'ladi. Ya'ni mufrad ism bo'ladi. Masalan, huwa Muhammad deganga o'xshash, mufrad deganlik jumla emas degan gap. Ya'ni jumla mubtada bo'lmaydi. Xabarchi, xabarmi shunda bo'lamdi deganda, xabar yakunu mufrad. Mufrad bo'ladi. Birinchidan, masalan, Zaydun talibun, Zayd o'quvchi deganga o'xshash. Ikkinchidan, jumla nima bo'la oladi? Xabar bo'la oladi. Masalan, Zaydun abuhu qoim. Bu yerdagi Zayd mubtada bo'ldi. Zayd uning dadasi o'tirg'uchi, ya'ni Zaydningki dadasining o'tirg'uchi ekanligidan bir jumladan qanday qildi? Xabar berdi. Demak, bu yerda jumla abuhu qoimun degan bir butun jumla xabar bo'ldi. Zaydun qama abuhu. Zaydun qama abuhu. Zayd uning dadasi o'tirdi. Bu yerdagi qama degan fe'lning bo'ldi, xabar bo'ldi. Demak, fe'lmi jumlaning qatoriga kiradi. Arab tilida jumlaning qatoriga. Nima uchun? Qama degan fe'l bir so'z, uning tagidagi fa'ili yushurun damir, yolg'iz kelsa yushurun damirsi yoki keyingi abu degan nima keldi bu yerda? Fa'ili keldi. Agar fa'ili kelmagan ahvol aslidami, yolg'iz kelgan vaqtida tagidagi damirsi bir bo'lib, jumla deb muomala qilinadi. Mayli jumla fi'liya bo'lsin, Zaydun abuhu qoimundagi abuhu qoimun deganga o'xshash jumla fi'liya bo'lsin yoki Zaydun qama abuhu degan jumlaga o'xshash qama abuhu degan jumla fi'liya bo'lsin. Jumla nima bo'la oladi? Xabar bo'la oladi. Mayli jumla ismiya bo'lsin, mayli jumla fi'liya bo'lsin. Abuhu qoimun degan jumla ism bilan boshlandi, shunga biz buni jumla ismiya deymiz. Qama abuhu degan jumla fi'l bilan boshlandi, shunga biz buni fi'llik jumla deymiz. Demak, xabar jumlami bo'la oladi. Mayli ismiya bo'lsin, mayli fi'liya bo'lsin. Va jumla shibihi jumla bo'la oladi. Shibihi jumla degan nima edi? Jar majrurni tarkib topgan yoki zarf. Masalan, el-kitabu tahtal maktabi. El-kitabu tahtal maktabi. Kitob ustalning ostida. Bu jumlada el-kitabu mubtada, tahtal maktabi-chu, tahta-chu xabar. Bu yerdagi tahta zarf. Bu shibi jumla. Shuning uchun bu yerda bo'ldi? Xabar bo'ldi. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Bu yerdagi tahtal maktabi xabar bo'ldi. Alhamdulillahi da alhamdu mubtada, lillahi chu xabar. Bu yerdagi lillahi jar majrur nima bo'ldi? Zarf bo'ldi. Zarf. Jar majrur bo'ldi, zarf emas. Endi mubtada ism bo'ladi. Ya'ni yolg'iz ism bo'ladi.
Yalğız ism deganlik, ya'ni jumla mubtada olmaydi. Yoki shibhi jumlaning bo'lmaydi, mubtada olmaydi deganlik. Endi xabar-chu. Xabarmi shundaq yalğız mufrat so'z bo'lamdi deganda, yo'q. Xabar mufratmi bo'ladi? Masalan, Zaydun talibun. Bu jumlaga talibun xabar. Bu mufrat so'z. Jumlam bo'ladi. Masalan, Zaydun abuhu qoim. Bu jumladagi Zayd mubtada, abuhu qoim degan bu jumla xabar. Chunki biz Zayd u Zaydning dadasi o'ltiruvchi deb abuhu qoim degan bir butun jumla bilan xabar berdik. Bu ism bilan boshlandi abu deb. Unda bo'lsa bu yerda jumla ismiyaning bo'ldi, xabar bo'ldi. Zaydun qama abuhu. Zayd u Zaydning dadasi o'ltiruvchi. Bu yerda o'xshashlar Zaydning dadasining o'ltirganligi haqida qanday qildik? Xabar berdik. Zayd uning dadasi o'ltirdi deb. Ama bu cümle fiilden başlandı. Yani fiillik cümle. Meyli fiillik cümle olsun, meyli isimlik cümle olsun. Işqilib cümle ne bulalaydı? Xabar bulalaydı. Onun için şebhi cümle mi xabar bulalaydı? Şebhi cümle demetti jar majrur ve zarf. Mesela el-kitabu tahtal mektebi. Kitap üstelinin astıda. Böyle kitabının üstelinin astıda ekanligini qanday qildik? Xabar berdik. Demek böyle tahtının bo'ldi. Zarf şebhi cümle xabar bo'ldi. Elhamdülillahi, hamdu Allah'a, Allah'a xas. Dedik elhamdu, hamdu cümlenin igisi, mubtadası. Lillahi, dedik jar majrurun bo'ldi. Şebhi cümle xabar oldu. Demek xabar mufrat söz, yani yalğız söz mü bo'ladi, cümle mi bo'ladi, şebhi cümle mi bo'ladi. Endi xabar bilan yana mubtadaning munosabatini so'zlasak, mubtada cümlenin beşide keladi ekan. Ko'pincha hollarda asosli ahvolda xabar jumlaninki keyin keladi ekan. Endi bu xabar jumlaga, ya'ni mubtadaga mas holat kelamdi, ya'ni erlik bo'lsa erlik, ayollik bo'lsa ayollik, birlik bo'lsa birlik, shunday kelamdi deganda xabar yutabiqul mubtada mas keladi mubtadaga fi al-ifrat, ya'ni fil ifrat va at-tathniya wal jama', ya'ni sonda mas keladi. Mubtada birlik bo'lsa xabarmi birlik, mubtada ikkilik bo'lsa xabarmi ikkilik, mubtada ko'plik bo'lsa xabarmi ko'plik keladi. Ya'ni birlik, ikkilik, ko'plik maslashadi. Masalan, Zaydun qoimun. Zayd o'tiruvchi. Bu yerda Zayd birlik, qoimunchi birlik. Az-Zaydani qoiman. Ikki dona Zayd o'tiruvchi. Bu yerda qoimun shu ikkilik keldi. Az-Zayduna qoimun. Zaydlar o'tiruvchi. Bu yerdagi Zayduna ko'plik, qoimunchi ko'plik. Ve er ayollikda mas keladi. Ya'ni mubtada erlik bo'lsa xabarmi chuqum erlik bo'lishi kerak. Mubtada ayollik bo'lsa xabarmi chuqum ayollik kelishi kerak. Masalan, Zaydun qoimun. Zayd er kishi bo'lg'achqa qoimun erklik shaklda keldi. Fatima qoimatun. Mana Fatima ayollik bo'lg'achqa qoimatun deb ayollik shaklda ta'bilan keldi. Endi biz bayatın deb o'tdik. Mubtada asli holatda neda kelish kerak? Asli holatda jumlaning beshida kelish kerak. Masalan, ana talibun deganga o'xshash. Ammo mubtadadan keyin keltirsakmi-chu? Bo'ladi dedik. Qanday vaqtda bo'ladi desak, biz gap qilgan vaqtimizda muhimi mubtada emas xabar yoki ahamiyat mubtadaga emas xabarga yuzlangan vaqtida xabarni keltirsak bo'ladi. Masalan, ana talibun, bu mubtada beshida keldi. Endi talibun ana, o'quvchi men. Demak, bu yerda xabar biroz ahamiyatga kuchliroq bo'lgan vaqtida, ahamiyatga egiroq bo'lgan vaqtida xabarni ilgari chiqsaqchi bo'ladi. Deydi, al-aslu fil mubtada ay yaqa fi awwal al-kalam. Asli mubtadada, ya'ni aslilik mubtadada, asli qoida mubtadada jumlaning beshida tushishi, ya'ni jumlaning beshida kelishi bu asli qoida. Masalan, ana jahiz, men tayyor deganga o'xshash. Va yajuzu an na'kis al-amra idh 'indama yuwajjahu al-ihtimam ila al-jahiziyya an nabda biha. To'g'ri bo'ladi, ishni aks qilish, ya'ni mubtadani keyin keltirish to'g'ri bo'ladi. Idh 'indama yuwajjahu al-ihtimam ila al-jahiziyya. Ahamiyat, ko'ngil bo'lish tayyorlikqa yuzlangan vaqtida. Ya'ni ahamiyat, gapning ahamiyati tayyorlikqa texnik qanday vaqtda yuzlangan vaqtida an nabda biha, uni bilan boshlasak bo'ladi gapni. Masalan, jahizun ana, tayyorman deganga o'xshash. Endi arab tilida
cho'qqi mubtadoni keyin keltirsa bo'lmaydigan, keskin beshida tegishlik bo'lgan o'rinlar bor. Deydi, "Walakin fil lugha", lekin tildan arab tilda mavadi taqdimul mubtada wujuban ala xabar deydi. Lekin arab tilda u mavadi o'rinlar bor, mubtadoni xabarga ilgari keltirish wujuban, vojiblik holatda ilgari keltirish kerak bo'lgan o'rinlar bor. Cho'qqi mubtada ilgari keltiradi. Bu xil holatda xabarni beshiga chiqsaqchi bo'lmaydigan o'rinlar bor. Bu qaysi o'rinlar deganda, yajibu taqdimul mubtada alal xabar. Vojib bo'ladi, keskin kerak mubtadoni ilgari keltirish xabarga. Xabarni mubtadoni xabaridan ilgari keltirish keskin zarur bo'lgan o'rinlar. Birinchidan, agar mubtada boshda kelishga tegishli ismlarning qatoridan bo'lgan vaqtida, ya'ni asma'u sadara degan gap beshida, har vaqt jumlaning beshida kelishga tegishli ismlar va arab tilida shu mubtada bo'lib qolgan vaqtida cho'qim beshida keltirish kerak, keyin keltirish kuchi bo'lmaydi. Bu arab tilidagi cho'qim jumlaning beshida keltirishga tegishli bo'lgan ismlar qaysi deganda, masalan, ism istifhom cho'qim jumlaning beshida keladi. Masalan, asma'u shart odatlari, masalan, cho'qim shart ismlari cho'qim jumlaning beshida kelishi kerak. Masalan, ismu uslubi ta'ajjubdagi ma masalan. Masalan, man indak, qishingizdagi kim? Bu yerdagi jumlaning asosiy qismi nima? Uning qishdagining kim ekanligi. Demak, bu yerdagi mubtada kim u? Man. Ammo kim deb bu savol so'rash ismi bo'ldi bu yerda. Savol so'rash qo'shimchasi bo'ldi. Demak, mubtada mana shunga o'xshash savol so'rash qo'shimchasi bo'lgan vaqtida. Ya'ni savol so'rash qo'shimchasi degan cho'qim nerda keladi? Jumlaning beshida keladi. Shuningdek, jumlaning beshida keladigan ism bo'lgan vaqtida cho'qim beshida keltirish kerak. Indaki man desakchi xato bo'ladi. Aynama tazhab azhab. Nega bo'lsangiz boraman. Endi bu yerda aynama mubtada bo'ladi, tazhabchi xabar bo'ladi. Tazhab azhab jumlaning bo'ladi, xabar bo'ladi. Bu yerdagi aynamamu mubtada buni qat'iy keyin keltirish bo'lmaydi. Nimishqa bu asma va shart, ya'ni shart ismlarining qatoridan. Asma va shart degan asma va sadara, ya'ni jumlaning beshida kelishga tegishli bo'lgan ismlarning qatoridan. Ma ajmalal islom, islom nima degan chiroyli? Bu jumladagi mamu mubtada buni qat'iy jumlaning keyin keltirishga bo'lmaydi, cho'qim beshida keltirish kerak. Demak, mubtada asma va sadara, ya'ni jumlaning beshida keltirishga tegishli ismlar bo'lgan vaqtida cho'qim beshida keltiramiz, xabarni uning oldiga chiqish bo'lmaydi. Bu birinchisi, mubtada asma va sadaralardan bo'lib qolgan vaqtida. Ikkinchisi, xabar jumla fi'liya bo'lgan vaqtida. Xabar jumla fi'liya bo'lgan vaqtida mubtadani hargiz keyin keltirsak bo'lmaydi. Masalan, Zaydun safara. Zayd safar qildi. Bu jumlada Zayd mubtada, safara chu xabar. Bu fi'l bu yerda o'zining ismi bilan, domir bilan qo'shilib nima bo'ldi? Bu yerdagi jumla safara huwa, ya'ni tegidagi shuning domirasi qo'shilib, bu jumla Zaydning nimasi bo'ldi? Xabar bo'ldi. Bu jumlada mana, ya'ni xabar jumla fi'liya bo'lgan vaqtida mubtadani keyin keltirsak bo'lmaydi. Cho'qim beshida kelish kerak. Uchinchisi, agar mubtada va xabar iniq va iniqsizlikda o'xshash barobar bo'lgan vaqtida, ya'ni jumladagi mubtadami iniq, ma'rifimi iniq bo'lgan vaqtida cho'qim mubtada beshida kelish kerak. Yoki mubtadami nakira, xabarimi nakir bo'lgan vaqtida cho'qim mubtada beshida kelish kerak. Masalan, sadiqi axuk, mening do'stim sizning qarindoshingiz. Bu yerdagi mening do'stim sizning qarindoshingiz deb uning qarindoshi kerakligini qanday qilmoqchiman? Xabar bermoqchi. Bu jumlada mubtada sadiqi. Bu cho'qim beshida kelish kerak. Agarda biz shuni axuka sadiqi deb munda keltirsak-chi desak, bu vaqtda mubtada axuka bo'ladi. Sadiqini bo'ladi, xabar bo'ladi. Bu vaqtda jumlaning ma'nosimi qarindishim sizning do'stingiz. Demak, men qarindishingiz mening do'stim. Axuka sadiqi. Men uning qarindishiningki mening do'stim ekanligini xabar bermoqchi. Sadiqi axuk bo'lgan vaqtda mening do'stimning uning qarindishi ekanligini qanday qilmoqchiman? Xabar bermoqchi. Demak, bunda ikkilisi ma'rif bo'lgan vaqtida yoki ikkilisi nakir bo'lgan vaqtida cho'qim qanday qilish kerak? Mubtada beshida kelish kerak. To'rtinchidan, idza husira al-mubtada ala al-xabar. Agar mubtada xabarga muhaz, ya'ni muhasir qilingan vaqtida degan gap, ya'ni cheklangan vaqtida. Ya'ni mubtadani biz xabarga cheklab qo'ygan vaqtimizda. Masalan, ma Muhammadun illa rasul.
yerdagi mubtada Muhammad. Biz bu mubtadani xabarga cheklab qo'ydik. Masalan, emas Muhammad faqat elchi. Biz Muhammadni elchilikdan iborat bu sifatga qanday qildik? Cheklab qo'ydik. Elchilikning ichiga qanday qildik? Cheklab qo'ydik. Mana mushuning o'xshash mubtadani xabarga cheklagan vaqtimizda, mubtadani xabarda to'xtatgan vaqtimizda nima bo'ladi? Mubtada cho'qim ishda kelishi kerak. Ma Muhammadun illa rasul. Muhammad faqatlam elchi. Biz Muhammadni elchilik bilan to'xtatdik. Mana bu shuningdek mubtada xabar bilan to'xtagan vaqtida, xabar bilan cheklangan vaqtida nima bo'ladi? Beshida kelishi kerak. Keyin keltirishga bo'lmaydi. Mana bu mubtadaning xabardan ilgari kelishi keskin vojib bo'lgan o'rinlar. Endi mubtadani biz beshida asli holatda nima kelishi kerak? Ma'rifa kelishi kerak dedik. Endi ba'zi ahvollarda mubtada nima bo'lib qoladi? Nakir bo'lib qoladigan ahvollar ham bor. Qad yakunul mubtada nakira fil ahval at-taliya. Ba'zida mubtada tuvandagi ahvollarda nakir bo'lib qoladi. Qanday vaqtda? Idza kana al-khabar shibhi jumla. Agar xabar shibhi jumlalab mubtadadan ilgari kelgan bo'lsa, bu vaqtda nakir kelsa bo'ladi. Yoki buni mundaq aytsaqim bo'ldi. Mubtada nakirulab xabar shibhi jumlaga vaqtida mubtadaning oldiga chiqsaqchi bo'ladi deb mana tushunsak bo'ladi. Ammo hozir masalan bu xil tartibda keldim. Mubtada nakir bo'lgan ahvollarda, ya'ni xabar shibhi jumlaga vaqtida va mubtadadan ilgari kelgan vaqtda nakir kelsa bo'ldi. Masalan, indana sayyara. Bizning qishimizda mashina bor. Ya'ni bizning qishimizda mashina bor. Bu yerda sayyara mubtada. Indanacho bu yerda shibhi jumla, ya'ni zarf shibhi jumla. Indana xabar shibhi jumla bo'ldi va mubtadadan ilgari bo'ldi. Mana bu vaqtda sayyara mashina degan so'z alif lamsiz, ya'ni iniqsiz holatda keldi. Li axun, mening bir qarindishim bor. Bu yerdagimi axun degan mubtada bo'ldi. Bu nima uchun nakir keldi? Chunki xabar lidan iborat jar majrur, ya'ni shibhi jumla. Mana xabar shibhi jumla bo'lib, mubtadadan ilgari kelgan vaqtida mubtada nakir kelsa bo'ladi. Birinchidan. Ikkinchidan, agar mubtada ism istifhom bo'lgan vaqtda nakir kelsa bo'ladi. Albatta ism istifhom degan nima bo'ladi? Nakir bo'ladi. Masalan, ma bika, sana nima bo'ldi? Nima bo'ldi degan kim bu yerda? Ma mubtada bo'ladi, shundaqla nakira. Man marid, kim kasal? Bu yerda manmi istifhom. Shundaqla mubtada. Demak, mubtada ism istifhom bo'lgan vaqtda nakir keladi. Üçüncüden, İza vusifen nakira. Endi nakira asli mubtada degan bo'ladi, ma'rif bo'ladi. Agar nakira sifatlansa, mubtadalar kelalaydi. Masalan, wala abdun mu'minun khayrun min mushrika. Asli mubtada degan bo'ladi, ma'rif bo'ladi. Ammo bir sifatlangan vaqtida buning nakirligi bir oz xoslashadi. Bu vaqtda bu mubtada bo'lsa bo'ladi. Masalan, wala abdun mu'minun. Asli bu yerdagi abdun degan nima? Mubtada. Bu abdun, wala abdun degandagi abdun nakira bu yerda alif lamsiz. Bu abdun mubtada bo'ldi, bu nakira o'tirib desak, chunki mu'min qul deb mu'minun degan bir sifat bilan sifatlandi. Demak, bu yerdagi kofir qullar chiqib ketdi. Demak, mana shunga o'xshash wala abdun mu'minun degandagi nakira ismi sifatlansa nima bo'lalaydi? Mubtada bo'lalaydi. Demak, sifatlangan vaqtdami nakiraning bo'lib keladi, mubtada nakira bo'lib keladi. Nakira sifatlangan vaqtida mubtada nakira bo'lib keladi. To'rtinchidan, iza khussisatun nakira biwajhin akhar. Endi nakira sifatlansimi xoslashadi. Endi boshqa bir yo'llar orqali uni qanday qilib bo'lsa, ya'ni xoslik qilib bo'lsa, yana mubtada bo'lib keladi. Ya'ni mubtada boshqa yo'llar orqali xoslashgan vaqtimicha nakira bo'lib keladi. Masalan, arajulun fiddari am imra'atun. Mana oiladagi er kishimi yoki ayol kishimi? Bu yerda biz kichik odamlarni chiqarib o'tdik, qir boboylarni chiqarib o'tdik. Demak, bu yerda oiladagi odam er kishi va ayol kishi xoslashdi. Bir yo'l orqali qanday qildi? Xoslashdi. Bu yerda rajulun nakira, imra'atun nakira. Mushundaq turib xoslashgan vaqtida qanday qilalaydi? Mubtada bo'lib kelalaydi. Demak, mubtada xabar shibhi jumlalab mubtadadan ilgari kelgan vaqtida mubtada nakira keladi.
ikkinchidan mubtada ism istifhom bo'lgan vaqtida nakira keladi. Uchinchidan nakira ya'ni mubtada ya'ni nakira sifatlangan vaqtida mubtada shu nakira ism sifatlangan vaqtida nakira bo'lib keladi. yoki boshqa bir yo'l orqali qana qilsa, xaslashsa, nima bo'la oladi? Nakira so'z, nakira ism mubtada bo'la oladi. Endi biz xabardan mubtadani ilgari keltirish keskin zarur bo'lgan o'rinni o'rgandik. Endi xabarni mubtadadan ilgari keltirish keskin zarur bo'lgan o'rin bormi deganda, al-aslu fil xabar ay yata'akhkhara 'anil mubtada. Asli xabar mubtadadan keyin kelish kerak. Bu asli qoida. Walakin hunalika isti'malat yajibu ay yubda biha bi zikr al-khabar awwalan thumma yatluhu al-mubtada thaniyan. Lekin bu yerda bir qancha işlantilish o'rinlari bor. Bu yerda oldindan xabarni so'zlash kerak. Uningdan keyin mubtada yonishib kelish kerak. Bu xabarni mubtadaga ilgari keltirish zarur bo'lgan o'rinlar deb ataladi. Qanday o'rinlar deganda, vojib bo'ladi xabarni mubtadaga ilgari keltirish. Birinchidan, idza kana al-khabar min al-asma'i sadara. Biz bayatdan agar mubtada asma'us sadara, ya'ni jumlaning beshta kelishiga tegishli bo'lgan ismlar, ism istifhom, asma'ush shart yoki uslubu ta'jib ma deganga o'xshash cho'qim jumlaning beshta kelishiga tegishli bo'lgan o'rinlardan bo'lgan vaqtida mubtada beshta kelish kerak degan. Endi agar mubtada asma'us sadara emas, xabar asma'us sadara bo'lib qolsa, cho'qim xabar jumlada kelish kerak, beshta kelish kerak. Masalan, mata safar, safar qachon? Bu yerdagi mubtada albatta as-safar. Chunki bu yerda iniq. As-safar qanday iniq. Bu yerda mata iniqsiz nakira. Shunga bu yerda mata ism istifhom. Ism istifhom degan asma'us sadara, chuqum jumlaning belishida kelishga tegishli bo'lgan ismlar. Bu yerda xabar asma'us sadara, jumlaning belishida kelishga tegishli ism bo'lgan ism istifhom bo'lib edi, jumlaning belishida keldi va belishida kelish kerak. Aynal mafar, qochadigan o'rin qayerda? Mana shunga o'xshash asma'us sadara bo'lib qolsa xabar cho'qim nada kelish kerak? Jumlaning beshida kelish kerak. Ikkinchidan, agar xabar mubtadada mahsur cheklangan bo'lsa, biz bayatdan mubtada xabar cheklangan bo'lsa, cho'qim mubtadani beshida kelish kerak degan. Masalan, ma Muhammadun illa rasul deganga o'xshash. Endi agar xabar mubtadaning ichida cheklangan bo'lsa, to'xtatilgan bo'lsa, xabar jumlaning beshida kelish kerak. Endi bu cheklash buni ikki xil yo'ldan bo'ladi. Birinchisi innama bilan bo'ladi. Masalan, innama fil haqibati kutubun. Faqatla somkidagi kitob. Bu yerdagi somkidagi bu yerda somkining ichidagini nimaga chekladik? Kitob qilib chekladik. Demak, bu yerdagi xabar nimaga cheklandi? Mubtadaga cheklandi. Ya'ni kitobga cheklandi. Somkining ichidagi faqat nima? Kitob. Shuning uchun mana xabar mubtadaga cheklangan vaqtida xabar beshida kelish kerak. Yoki illa orqali cheklaymiz. Bayatimiz xuddi mubtadan cheklaganga o'xshash. Ma najihun illa al-mujtahid. Faqat lam tirishchan o'quvchi imtihondan o'tadi desak, bu yerda najihun degan xabar al-mujtahidu degan mujtahidning ichida qanday qildi? Cheklandi. Chunki imtihondan o'tkichi kimning ichidan bo'ladi? Faqat lam mujtahidning ichidan bo'ladi. Demak, bu yerdagi xabar nimaning ichida cheklandi? Mubtadaning ichida cheklandi. Demak, bu yerdagi jumlada hammasida iniq kelgandan bo'ladi, mubtada bo'ldi. Al-mujtahidu alif lam bilan iniq keldi. Bu mubtada, najihun iniqsiz bo'ldi, xabar. Endi bu yerda najihuni ilgari keltirish vojib deymiz. Nima uchun? Chunki bu yerdagi xabar mubtadaning ichida cheklandi. Chunki imtihondan o'tkichi faqat kimning ichidan bo'ldi ekan? Tirishchi o'quvchilarning ichidan bo'ldi ekan. Demak, xabar mubtada cheklangan vaqtida xabarni ilgari keltirish vojib bo'ladi. Uchinchisi, agar xabar shibihi jumlalar mubtada xolis hech qanday xoslashmagan, masalan, sifatlanmagan yoki boshqa bir yo'l orqali xoslashmagan bo'lib qolsa, mubtada nakira xabar shibihi jumlaga vaqtida cho'qim xabar jumlaning beshida mubtada cho'q keyin kelishi kerak. Masalan, fil bustani shajarun, bog'da daraxt va deganga o'xshash. Bu yerdagi fil bustani shajarun deganga fil bustani xabar, shajarun cho'q mubtada. Bu yerdagi daraxt butunlay iniqsiz, hech qanday xoslashmagan yoki shajaratun musmira, mevlik daraxtlar bir sifatlanmagan yoki boshqa bir yo'l orqali sifatlanmagan, hech qanday yo'l orqali sifatlanmagan xolis iniqsiz bo'lsa, xabar shibi jumla bo'lsa yoki jar majrur yoki zarf o'xshash shibi jumlalar vaqtida xabar nada kelish kerak? Beshida kelish kerak. Fil bustani shajarun deganga o'xshash.
To'rtinchidan, agar mubtadada xabarga qaytadigan domir bo'lib qolgan vaqtida xabar beshida kelish kerak. Chunki domir degan beshiga qaytadi. Hozir mubtadada xabarga qaytadigan domir bo'lg'achqa, bu qaytadigan xabar beshiga chiqishi kerak. Chunki domir degan nima qaytadi? Beshiga qaytadi. Masalan, fil mazra'ati harisuha. Bog'da, etizda yoki etizda uning qo'g'dug'uchisi bor. Bu yerdagi harisuha degan asli mubtada. Ammo u bog'ning qo'g'dug'uchisi bog'da degan bu jumladagi harisuha degan zamir nimaga qaytadi? Mazra'a degan xabarga qaytadi. Demak, bu yerdagi mubtadada xabarga qaytadigan domir bo'lib qoldi. Shuning uchun xabar nega chiqish kerak? Mubtadaning beshiga chiqish kerak. Bu bir qoida. Mana bu mubtadaga aloqador bo'lgan qoidalar tugidi. Endi biz mubtada bilan tanishib bo'ldik, xabar bilan tanishib bo'ldik. Mubtadani keskin ilgari keltirish vojib bo'lgan o'rinlarni o'rgandik. Xabarni keskin ilgari keltirish bo'lgan kerak bo'lgan o'rinlarni o'rgandik va mubtadaning nakir keladigan o'rinlarini o'rgandik. Endi arab tilida, ya'ni grammatikushlarning nazarida bundaq bir yot bo'lgan bir mubtada bor. Qanday mubtada deganda bu musnadni ilayh emas. Ya'ni xabar unuga yo'niladigan musnadni ilayh emas. O bir sifat. Sifat degan nima? Ism fa'il. Masalan, indan nuhat va alam deb bilib qo'ying. Indan nuhat grammatikchilarning qishida qismun axir min al-mubtada. Mubtadaning yana bir qismi bor. Laysa musnadan ilayh. O musnadan ilayh emas. Ya'ni xabar unuga uylanmaydi. Unda o'zi nima deganda va huwa sifatun waqa'at ba'da harf an-nafi aw harf al-istifham. O bir sifat bo'lib, nafidan keyin yoki istifhamdan keyin tushadi deydi. Ya'ni nafi yoki istifhamdan keyin tushgan sifat. Endi buning bunda bir shart bor. U qaysi deganda bi sharti an tarfa'a tilka sifat isman zohiran. Bu sifat, ya'ni ashu sifat nafidan keyin istifham harfidan keyin tushgan sifat keyin kelgan oshkor ismni pesh qilish kerak. Ya'ni bu sifat o'zining fe'lning amalini qilib, keyin kelgan ism uni nima bo'lishi kerak? Fa'ili bo'lishi kerak. Masalan, maqaimun zaydun, aqaimun zaydun. Bu jumla qarasak, zayd turg'uchi emas. Turg'uchi emas. Bu yerdagi qaimuni biz mubtada deymiz. Bu qanday mubtada? Mubtadani biz musnadni ilayh degansak, bu musnadni ilayh emas mubtada. Musnadni ilayh degan xabar uning qanaqa qilinadi? Yulinadi. Bu zayd o'tirg'uchi desak, zayd o'tirishga uylanmaydi. O'tirish kimga yulinadi? Zayd qo'yiladi. Chunki o'tirishning iborat bu ish harakatini qiluvchisi kim o? Zayd. Bu ana shunday mubtada. O'zi musnadni ilayh bo'lmagan mubtada. Shunga biz bu yerda qaimni nima deymiz? Mubtada deymiz. Buning sharti chuqum nafidin yoki istifham harfidan keyin kelish va bu sifat keyindan kelgan ismni pesh qilish kerak. Masalan, maqaimun zaydun, aqaimun zaydun deganga o'xshash. Bu yerdagi zaydning pesh qilishining sababi fa'il deymiz. Qani fe'li desa, bu yerdagi qaimun degan sifatningki asli fe'li qama degan fe'lning amalini qildi. Qaimun qama degan fe'lning o'rnida turib, keyindan kelgan zaydni qana qildi? Pesh qildi deymiz. Shuning uchun keyindan kelgan zayd ikkilik kelsin, mayliki ko'plik kelsin, bu sifat bir xil holatda keladi. Masalan, maqaimuz zaydan deganga o'xshash. Bu yerda qaimun mubtada, zaydanchu xabar bo'ladi. Agarda qaimaniz zaydan kelsa, qaiman ikkilik kelsa desa, bu vaqtda bu qaiman nima bo'lmaydi? Mubtada bo'lmaydi. O chaqda zaydan mubtada muaxxar, keyin kelgan mubtada, qaimunchu ilgari kelgan xabar bo'ladi. Ammo qaimunninki mubtada bo'lish sharti birinchidan nafiy yoki istifham harfidan keyin kelish va keyindan kelgan ismni pesh qilish. O'zining fe'lining amalini qilib, keyindan kelgan ismni qana qilish? Pesh qilish. Mana bu bugungi darsimizdagi mubtadaga munosabatli qismi. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bugungi darsimiz musha daxilashdi. Kellarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.